Bugun biz Melbet dasturidan ro'yxatdan ko'rib chiqamiz. Kirganimizdan so'ng mana tepada ro'yxatdan o'tish degan so'z turibdi. O'shani ustiga bosamiz. Bu yerda 3 ta bosqich orqali o'tsak bo'ladi. Bir boshidan telefon raqam orqali telefonimizda bor Gmail orqali. Bizlar bir boshidan o'tishni boshlaymiz. Mamlakat degan joyga hozir turgan mamlakatimizni qo'yishimiz kerak. Akkaunt bizlar hozir Melbet ochib bo'lganimizdan so'ng ichidan nomer o'ylaymiz. Nomer bilan bir xil bo'lishi kerak mamlakat. Siz hozir Ozarbayjon yoki Qozog'iston yoki Turkmeniston yoki Rossiyada bo'lsangiz Rossiyani qo'yasiz tepaga, davlat degan joyga. Valyuta. Siz Melbet dasturining ichida qaysi valyutada o'ynaysiz? Dollar, yevro, yoki qirg'izskiy bayagida. Pastda rubl deb yozsangiz, tepaga rubl deb yozsangiz rubl ham bor. Rossiyskiy rubl. Biz O'zbekiston so'mida o'ynaymiz. Promokod degan joyiga F777 yozamiz. Bu yerdan bonuslarni ko'rsak bo'ladi. Sport o'yinlari uchun 20 million so'm bonus. Kazino va games o'yinlari uchun 215 million so'm bonus plus 290 ta Beeple Spin. 290 ta Beeple Spin bu kazino va games o'yinlarini 290 marta Beeple aylantirasiz. Bizlar kazino va games o'yinlariga qo'yamiz. Keyin kapcha bir xil payt tugamay qoladi. Hozir e'tibor bersalaringiz ko'payib ketaveradi. Qabul qilmayotgani orqasidan chiqarib kelaveradi. Bu payt chiqib ketish shart emas. Oxirida ochib beradi. Bu Melbetning o'zini texnik nosozlik belgilari. Mana bu ochib berdi. Endi buni screen qilamiz. Mana bu login degan narsasi erta akkauntingizdan chiqib qo'ysangiz kirishingizga oson bo'ladi. Mana bu login screen qilib olib qo'yingizlar. Ochilgandan so'ng mana birdan hisob to'ldirishga olib o'tib ketdi. Hisob to'ldirishda Humo bor, Uzcard bor, Uz Binance bor, уже pastda kriptovalyuta. Bizlar hozircha to'ldirmaymiz balansni. Pastda menyu bo'limi turibdi. O'shani ustiga bosamiz. Tepada mana настройка bo'limi bor. O'shani ustiga bosamiz. Keyin yana odamchani ustiga bosamiz. Tepadagi ma'lumotlarni to'ldiring. Ma'lumotlaringizni to'ldirmasangiz pul chiqarish va kirgizishda bir ikkita muammolar paydo bo'lishi mumkin. Bu yerga ism, familiyamizni yozamiz, tug'ilgan sana, otasining ismi shart emas, tug'ilgan joy kiritasiz, keyin hozir turgan viloyatingizni, yashash manzil unchalik shart emas. Keyin pasport kiritsangiz ham bo'ladi. Bu yerga telefon raqami olsak bo'ladi. Telefon raqami olasak, tepada mana hisob raqami degan narsa bizlarga kerak emas. Akkauntimizga kirib chiqayotgan paytimiz nomerimiz orqali kirib chiqib ketaveramiz. Mana shu yerda o'zi hisob to'ldirish bor, mablag' yechib olish bor. Birdan hisobimizdan mablag' yechib olsak bo'ladi. Hamma narsani bitta videoning o'zida o'rgatib ketyapman. Video o'shaning uchun uzun bo'lib ketdi. Hammaga omad. Promokodimiz F777. Описаниеda turgan ssilkalar orqali o'tsalaringiz, через Safari orqali kirsalaringiz bo'ladi Melbet dasturining ichiga. Agar iPhone da o'ynayotgan odamlar bo'lsa, Telegram kanalimiz u ham shu описаниеga qo'yib qo'yamiz. Hammaga omad. Promokodimiz F777. $500 dan $1000 gacha bonus beradi.